offline va onlayn magaziningiz uchun bu ideyani qilib ko'rsangiz bo'ladi. Bu qiz o'zini offline magazindagi sotuvlarni oshirish hamda marketing rejasini tuzib chiqish maqsadida profiliga har xil videolarni joylashtirdi va menga eng yoqqani va uni sotuvlarni eng zo'r oshirib bergani bo'sh paketlar yordamida targoviy sentrni aylangani bo'ldi va buni videoga ham olib joylashtirdi. Ularning reaksiyalari albatta hayron qoldi, chunki bitta inson buncha paket narsalarni bitta magazindan o'zidan olib chiqib ketsa, demak magazindagi kiyimlar yoki qiziqarli, yoki chiroyli, yoki sifatli, yoki bo'lmasam bu qizga yoqibdi, bu qiz xarid qilibdi, men ham borib xarid qilishim kerak degan narsani uyg'otgan. Va nafaqat targoviy sentrdagi 50 ta insonni, balki ijtimoiy tarmoqlardagi 50 mingdan oshiq insonlarni uni mahsulotini xarid qilishga undagan. Uning bu g'oyasidan siz ham foydalansangiz bo'ladi. O'z brendingizni omma oldida tanitib, hattoki bo'sh paketlari bo'lsa-da ko'rsatib, videolarni joylashtirsangiz bo'ladi. Onlayn magazin ochishni xohlasangiz, onlayn magazin nomli aktualnim aynan siz uchun.